Barchaga salom. Bugun elektrozajigalkani remonti bilan shug'ullanamiz. Bu uy ro'zg'ori uchun kerakli bo'lgan narsa. Yaqinda uydagilar mana shunaqangi elektrozajigalka olib kelishdi do'kondan. Zavodskoy brak, bir kun ham ishlagan yo'q. Chunki bu upakovkada bo'lgan, shunday olib kelishgan do'kondan. Men buni ochib, sxemasini chizdim mana. Mana kimga kerak bo'lsa chizib olishlaringiz mumkin. Bittaman tranzistorlari, qarshiliklar, katoshka, transformatorning qarshiliklari va mana shunaqa kondensatorlar bilan biz hozir podbor yo'li bilan buni almashtiramiz. O'zini kondensatorini olib tashlab, boshqa kondensator qo'yamiz. Demak, sxemada ko'rsatilgan mana katoshka, mana bu yerda katoshka, transformator, mana bu transformator mana. Ko'rib turganingizdek. Demak, 410 bo'lyapti. Transformatorda chiqish obmotkasining qarshiligi. Katoshkaning qarshiliklarini maytga yozib qo'yganman. Masalan, kontaktlari 1 bilan 4 orasi, 2 bilan 3 va 4 orasi qarshiliklarni yozdim. Demak, tranzistor 8550. Bu katoshkani o'sha drosselni danilari 1 2 3 4. Sxemada ham 1 2 3 4. Endi bu yerda sxemada endi men katoshkani tekshirdim. Transformator tekshirildi. Tranzistorni tekshirdim. Kontaktlari hammasi tekshirildi. Diodni tekshirdim. FR10 1 amperlik diod. Endi bitta yo'li qolyapti. Menda almashtirish kerak bo'lgan narsa denistor bilan kondensator. Denistorni men almashtirmoqchi edim. Masalan, o'sha ilgari sovet davrida chiqqan KN102. Shunga almashtirmoqchi edim. Lekin denistorni men tekshirib ko'rdim. Denistor yaxshi chiqdi. Buni mana bunaqa tester yordamida tekshirdim denistorni. Mikrofaradga qo'ydim va denistorning ikkala tarafi bir xil sig'imni ko'rsatish kerak. Menda masalan taxminan где-то bir 40 pikofarad chiqdi. O'lchab qaraganda polarность almashtirilib priborda tekshiriladi. Ikkala tarafida ham 40 pikofarad chiqish kerak. Agar denistor butun bo'lsa. Agar ularni farqi katta bo'lsa, demak denistor ishlamagan bo'ladi. Uni almashtirish kerak bo'ladi. Shuncha men denistorga tegmadim. Denistor shunday qoldi o'zi. Bitta menda endi qolyapti kondensator. Mana sxemada 280 pikofarad turadi. Mana. Hozir ko'rsataman. Mana. Men buni bitta noshkasini chiqarib qo'ydim mana. Chiqarib qo'ydim. Endi hozir har xil kondensatorlarni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Buni o'rniga bu olib tashlanadi bu. 280 pikofaradning ustini chizib qo'ydim va mana yerga pastiga yozib qo'ydim S1, ya'ni o'sha mana buni o'rniga, mana buni o'rniga, mana S1 o'rniga 150 dan 680 nanofaradgacha qo'ysa bo'ladi. Ko'p sxemalarda o'zi nanofarad qo'yiladi. Bu yerda pikofarad turganiga men hayron qoldim. Bunaqangi zajigalkalarni men ko'p eshitdim. Ko'pchilik do'kondan olib kelishadi, bir kun ham ishlamagan. Hozir men kamerani qulayroq qilib joylashtiraman-da, kondensatorlarni podbor qilamiz. Hozir mana bir qancha kondensatorlarni men tayyorlab qo'ydim. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Mana yerda ko'rsatilgan S1, mana S1 o'rnida o'zi zavodskoy 280 pikofarad turgan. Mana hozir o'rniga boshqa 280 qo'yib ko'ramiz. O'rniga qo'yib boshqa 280 qo'yib tekshirib ko'ramiz. Keyin bu
Bu yerda o'zi ko'p sxemalarda o'zi nanofarad turadi. Albatta mana dinister ochilish uchun kondensator yetarli darajada zaryad olishi kerak. Bu zaryad oladi, kondensator kratковременно dinister ochiladi, tokni o'tkazadi. Hozir buni olgan zaryadi buni ochilishga yetmayapti. Hozir mana qulay bo'lishi uchun hozir mana bu o'zini kontaktini olib turamizda. Mana bunaqa krokodil bilan zamokatib qo'yaman. Chunki ikki qo'llab ishlaganimda qulay bo'lishi uchun. Mana hozir 280 da turibdi mana. O'ziniki 280. Hech qanaqa reaksiya yo'q. Mana. Tak. Demak, hozir endi nanofarad qo'yamiz. Mana 68 nanofarad qo'yamiz hozir. Bunda ham hech qanaqa reaksiya yo'q. Endi e'tibor beringlar, agar ishlasa tovush chiqaradi o'zi. Qaranglar. Mana o'zi 100 nanofaraddan boshlab ishlayapti. Mana hozir tak, mana 100 nanofarad. Mana hozir 150 nanofarad qo'yamiz. Mana o'zi e'tibor bersalaringiz, iskarani chiqish chistotasi o'zi boshqacha bo'lyapti mana. Mana hozir endi mana 330 nanofarad qo'yamiz. Mana o'zi tovush chiqaradi, chistotasini qaranglar, qanaqa ovoz chiqaryapti. Kondensator именно chistotaga ta'sir qiladi. Mana 330. Mana hozir 470 qo'yamiz. Bunda mana ko'ryapsizlar, tovush qanaqa chiqyapti. Mana bu 680. Mana shunaqa iskra chiqaryapti. Endi albatta men plataga joylashtirish uchun 470 nanofarad qo'yamiz, chunki hajmi kichkinaroq. Mana plataga sig'ish kerak. Mana ularning gabariti kattaroq bo'lgani uchun plataga joylashtirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men mana buni joylashtiramanda, hozir bilan elektrozajigalkani yig'amiz. Joyiga qo'yamiz hammasini. Mana korpusini yig'dik. Endi bemalol ishlatsa bo'ladi buni. Endi yana bir narsa aytmoqchi edim, agar mana shunaqa kondensatorlarni yana almashtirishga to'g'ri kelib qolsa kimgadir, mana oyoqchalarni yaxshilab tozalash kerak. Chunki mana bu 90-yillarda chiqqan, oradan ancha vaqt o'tgan. Bular misdan qilingan oyoqchalari. Buni yaxshilab, masalan, oyoqlarni tozalash kerak. Masalan, kurka bilanmi yo pichoq bilan yaxshilab tozalab, keyin uni zaludit qilib, keyin payka qilsalaringiz nadежный bo'ladi. Uzoq yotgan kondensatorlar va oyoqlarni aksini beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga omad.